Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni qiziqtiradigan, ko'pchilikni tashvishga solgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Yaqinda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralarini yo'qotadilar degan sarlavhali xabarlar tarqaldi. Bu sarlavha afsuski ko'pchilikda vahima uyg'otdi, xavotirga sabab bo'ldi. Kimdir darhol o'z uy joyi uchun tashvishlana boshladi. Kimdir esa nima qilishni bilmay bo'shi qotdi. Shu sababli bugungi videoda aynan shu masalaga oydinlik kiritishni, sizning barcha savollaringizga javob berishni va bu mavzu haqida to'g'ri ma'lumot berishni maqsad qilganman. Bu video sizning mol-mulkingiz, oilangizning xotirjamligi uchun o'ta muhim axborotni o'z ichiga oladi. Agar sizda uy-joy bo'lsa, ijarada turasizmi, o'zingizning mulkingizmi, bu ma'lumot har biringizga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizning foydali ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, murakkab masalani sodda qilib tushuntiramiz. Muammoning mohiyati xo'sh, aslida nima gap? Bu dahshatli sarlavha qayerdan paydo bo'ldi va u haqiqatga qanchalik mos keladi? Avvalo shuni aytmoqchimanki, qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralarini yo'qotadilar degan xabar asosiy va vahimaga sabab bo'ladigan noto'g'ri talqin qilingan axborotdir. Bunday umumiy va qo'rqinchli mazmundagi qonun qabul qilinmagan. Bu yerda gap fuqarolarni o'z mulklaridan asossiz ravishda mahrum qilish haqida emas. Balki mulkdorlik munosabatlariga oid mavjud qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar yoki yangi tartiblarning noto'g'ri tushunilishi haqida ketmoqda. Keling, avval qanday bo'lganini eslaylik. An'anaviy tarzda bizning davlatimizda shaxsiy mulk daxlsiz hisoblanadi va konstitutsiya tomonidan himoyalanadi. Sizning kvartirangiz, uyingiz bu sizning shaxsiy mulkingiz. Uni sud qarorisiz tortib olish yoki unga tajovuz qilish qonunga xilof. Shu paytgacha ham qonuniy egasidan mulkni tortib olish faqatgina o'ta jiddiy holatlarda, masalan majburiy ipoteka uchun jinoyat ishi doirasida musodara qilish yoki davlat ehtiyojlari uchun haqini to'lab olib qo'yish kabi hollarda faqat sud qarori bilan amalga oshirilgan. Bu tamoyil avval ham bor edi, hozir ham o'zgarmagan. Xo'sh, unda nima o'zgardi? Nima uchun odamlarda bunday xavotir paydo bo'ldi? Odatda bunday shov-shuvlarga sabab bo'ladigan yangiliklar ko'pincha qonunchilikka kiritilgan ayrim aniq bandlarning noto'g'ri talqin qilinishi yoki umumiy kontekstdan uzib olinishi natijasida yuzaga keladi. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli qarzdorliklar, uy-joy kommunal xo'jaligidagi muammolar, yer bilan bog'liq nizolar, noqonuniy qurilishlar yoki binolarning texnik xavfsizlik talablariga javob bermasligi kabi masalalar doimo mavjud bo'lgan. Yangi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar esa aynan shu kabi muammolarni tizimli ravishda hal qilishga, tartibga solishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Amalda esa gap shundaki, mulkdorlarning mas'uliyatini oshirish, uy-joy fondining holatini yaxshilash va noqonuniy harakatlarning oldini olishga qaratilgan bir nechta yangi qonun hujjatlari yoki mavjud qonunlarga tuzatishlar kiritildi. Lekin bu hech qanday holatda fuqarolar o'z kvartiralarini yo'qotadilar degan ma'noni anglatmaydi. Bu o'zgarishlar qonunbuzarliklar sodir etilgan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni yanada aniqroq belgilab bergan. Bu eng avvalo mas'uliyatni oshirishga va qonuniy tartib qoidalariga rioya etishni ta'minlashga xizmat qiladi. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik va konkret holatlarga to'xtalamiz. Mufassal tahlil. Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Sizning kvartirangizni yo'qotishingiz mumkinligi haqidagi xavotirlar aslida ma'lum bir qonunbuzarliklar yoki majburiyatlarni bajarmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarga tegishli. Umumiy olganda qonunlarga rioya etadigan, o'z mulkiga g'amxo'rlik qiladigan har qanday fuqaro vahima qilishga hech qanday asos yo'q. Keling, kimlar uchun bu masalaga jiddiyroq yondashish kerakligini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlashtiramiz. Kimlar tashvishlanishi kerak va nima uchun? Noqonuniy qayta qurishlar va qo'shimcha qurilmalar egalari bu eng keng tarqalgan holatlardan biridir. Tasavvur qiling, siz ko'p qavatli uyda yashaysiz va o'zingizning kvartirangizning balkonini kengaytirdingiz. Uni oshxona bilan birlashtirdingiz yoki devorlarni buzib kvartirangizni kattalashtirdingiz. Buni amalga oshirishda tegishli qurilish ruxsatnomalarini olmadingiz va loyiha hujjatlariga o'zgartirish kiritmadingiz.
Bu kabi noqonuniy o'zgarishlar binoning umumiy konstruktiv yaxlitligiga putur yetkazishi, zilzila bardoshligini pasaytirishi va hatto qo'shnilaringizga xavf tug'dirishi mumkin. Avvallari bunday holatlarga ko'pincha ko'z yumilgan bo'lsa, endilikda bu kabi masalalarga jiddiyroq e'tibor qaratilmoqda. Misol, Toshkent shahridagi bir hududda yashovchi fuqaro A o'zining 3 qavatdagi kvartirasining balkonini yopiq holatda o'lchamlarni kattalashtirib, hatto unda kichik yotoqxona qilib olgan. Bu qurilishda qo'shimcha yuklama binoning fundamentiga tushgan. Natijada ushbu holat aniqlanganda unga dastlab katta miqdorda jarima solindi. Agar fuqaro A noqonuniy qurilmani qonuniylashtirish yoki buzish haqidagi ko'rsatmalarga rioya qilmasa, sud orqali ushbu noqonuniy qismini majburiy buzdirishga majburlanishi mumkin. Ya'ni u butun kvartirasidan emas, balki aynan noqonuniy qurilmadan mahrum bo'ladi. Lekin agar bu noqonuniy qurilma binoning jiddiy xavfsizligiga tahdid solsa va uni buzish imkoni bo'lmasa, masalan, konstruktiv elementlarga katta zarar yetkazilgan bo'lsa, u holda butun kvartira ham xavf ostida qolishi mumkin. Shuning uchun barcha o'zgarishlarni qonuniy yo'l bilan amalga oshirish juda muhim. 2. Kommunal to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli qarzdorligi borlar, bu ham jiddiy masala. Gaz, elektr energiyasi, suv, kanalizatsiya, isitish kabi kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni muntazam ravishda amalga oshirmaslik katta miqdordagi qarzdorlikni yuzaga keltiradi. Avvallari bunday qarzdorliklarni undirish jarayoni uzoq va murakkab bo'lgan. Yangi tartiblar bu jarayonni tezlashtirishi va samaraliroq qilishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu darhol kvartirangizni tortib olish degani emas. Misol, Farg'ona viloyati yashovchi fuqaro bu 3 yil davomida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni umuman amalga oshirmagan. Uning qarzdorligi umumiy hisobda 30 million so'mdan oshib ketgan. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot daftardorlari bir necha bor ogohlantirishlar bergan, ammo fuqaro bunga e'tibor bermagan. Oxir oqibat tashkilot sudga da'vo kiritdi. Sud qaroriga ko'ra fuqaro B ning bank hisobidagi mablag'lari yoki boshqa mol-mulki undirilishi lozim. Agar undiriladigan summani qoplashga boshqa mol-mulk yetarli bo'lmasa, faqatgina eng oxirgi chora sifatida ijro hujjatiga asosan uning kvartirasini sotish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ham darhol amalga oshirilmaydi, balki fuqaroga qarzdorlikni qoplash uchun ma'lum muddat beriladi. Qolaversa, bunday holatda ham fuqaroni yagona turar joyidan mahrum qilish masalasi juda ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqiladi va amalda kamdan kam qo'llaniladi. Bu ko'proq tahdid soluvchi vosita bo'lib, odamlarni o'z majburiyatlarini bajarishga undaydi. O'tib, noqonuniy ravishda yer uchastkalarida qurilgan uy-joy egalari, agar sizning uyingiz tegishli hujjatlarsiz, ya'ni davlat tomonidan ajratilmagan, o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkasida qurilgan bo'lsa, bu ham jiddiy muammo hisoblanadi. Bu ayniqsa yangi qurilishlar va qishloq joylarda ko'p uchraydi. Misol, Samarqand viloyatida yashovchi fuqaro J dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yer maydoniga 2 qavatli uy qurib olgan. Bu yer uchastkasi unga umuman uy qurish uchun mo'ljallanmagan edi. Mahalliy hokimiyat organlari tomonidan berilgan ogohlantirishlarga qaramasdan fuqaro J qurilishni davom ettirgan. Natijada hokimlik sudga da'vo arizasi kiritgan va sud qaroriga ko'ra ushbu noqonuniy qurilishni buzishga hukm qilingan. Bunday holatda fuqaro o'z uyidan emas, balki noqonuniy ravishda qurilgan inshootdan mahrum bo'ladi va qurilish uchun sarflagan pullari ham havoga uchadi. Chunki bu uning noqonuniy harakati natijasidir. Bu kabi holatlarda agar o'z vaqtida chora ko'rilsa, yer uchastkasini qonuniylashtirish yoki boshqa yo'llar bilan muammoni hal qilish imkoniyatlari ham mavjud bo'ladi. 4. Uy-joyni tijorat maqsadida noqonuniy foydalanuvchilar. Ba'zi fuqarolar o'zining yashash uchun mo'ljallangan kvartirasini hech qanday ruxsatnomasiz do'konga, ofisga yoki ishlab chiqarish sexiga aylantirib yuborishadi. Bu nafaqat qo'shnilarga noqulaylik tug'diradi, balki sanitariya va yong'in xavfsizligi qoidalariga ham zid bo'lishi mumkin. Misol, Toshkent shahri markazidagi ko'p qavatli uylardan birining birinchi qavatida yashovchi fuqaro D o'z kvartirasini mini namoyxonaga aylantirgan. Bu qo'shnilarning shikoyatiga sabab bo'lgan. Chunki shovqin, tutun va sanitariya normalariga rioya qilmaslik bilan bog'liq muammolar kelib chiqqan. Tekshiruvlar natijasida aniqlanishicha, fuqaroda kvartiraning maqsadini o'zgartirish bo'yicha hech qanday hujjat rasmiylashtirmagan. Unga bir necha bor jarima solingan va faoliyatini to'xtatish talab qilingan. Agar u bu talablarga rioya qilmasa,
sud orqali uning faoliyatini taqiqlash va hatto kvartiraning maqsadini asl holatiga qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Yoki o'ta jiddiy holatlarda agar u xavfli ishlab chiqarish bo'lsa va binoga tahdid solsa, mulkdan mahrum qilish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu eng oxirgi va juda kam uchraydigan chora. Kimlar tashvishlanishi shart emas. O'z mulki bo'yicha barcha hujjatlari tartibda bo'lganlar, kadastr, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'laydiganlar, kvartirasida noqonuniy qayta qurish yoki qo'shimcha qurilish ishlarini amalga oshirmaganlar, uy-joyini faqat yashash uchun ishlatadiganlar, qonunga rioya qiladigan va o'z majburiyatlarini bajaradigan har qanday vijdonli fuqaro. Xulosa qilib aytganda, bu yangi qonun aslida sizning kvartirangiz asossiz ravishda tortib olishni nazarda tutmaydi. Aksincha, u mavjud qoidalarni aniqroq belgilab, mulkdorlarning o'z mas'uliyatini his qilishga, qonuniy tartib qoidalariga rioya etishga va o'z mulkiga g'amxo'rlik qilishga undaydi. Agar siz qonunlarga amal qilsangiz, hech narsadan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu masalada ham bir qancha istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ular bizning vaziyatimizga aniqlik kiritishga yordam beradi. Istisnolar va yumshatishlar. 1. Amnistiya davrlari va qonuniylashtirish imkoniyatlari. Davlat ko'p hollarda o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni qonuniylashtirish uchun amnistiya davrlarini e'lon qiladi. Bu davrda fuqarolar ma'lum bir jarimalar to'lash yoki tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish evaziga o'zlarining noqonuniy qurilishlarini qonuniylashtirishlari mumkin. Masalan, so'nggi yillarda yerga egalik qilish va binolarni qonuniylashtirish bo'yicha bir necha bor amnistiya e'lon qilingan. Bunday imkoniyatdan foydalanganlar uchun xavotirlanishga sabab yo'q. Bu kabi amnistiyalar kelajakda ham e'lon qilinishi mumkin. Shuning uchun rasmiy e'lonlarni kuzatib borish muhim. 2. Ma'lum bir toifadagi fuqarolarga himoya. Qonunchilik ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, masalan, yagona turar joyga ega bo'lgan, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz onalar, keksalar kabi fuqarolarni himoya qilish uchun maxsus qoidalar kiritgan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, hatto jiddiy qoidabuzarliklar bo'lsa ham, ularni yagona turar joydan mahrum qilish jarayoni yanada murakkabroq bo'ladi va odatda oxirgi chora sifatida ko'rib chiqiladi. Bunda ham odatda muqobil turar joy berilishi nazarda tutiladi. Vaziyatni tuzatish imkoniyati. Ko'pchilik holatlarda agar qoidabuzarlik jiddiy bo'lmasa va binoning xavfsizligiga tahdid solmasa, fuqaroga avvalo uni tuzatish uchun ma'lum muddat beriladi. Masalan, agar sizning balkoningiz noqonuniy kengaytirilgan bo'lsa, sizga uni loyiha holatiga qaytarish yoki tegishli ruxsatnomalarni olish imkoniyati beriladi. Agar siz bu talablarni bajarsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. E'tibor berish lozim bo'lgan kamchiliklar va noaniq nuanslar. 1. Ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish. Eng katta xato bu kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan, hokimiyatdan yoki boshqa davlat organlaridan keladigan rasmiy xatlarni, ogohlantirishlarni va bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'pincha suddan oldin bir necha bor ogohlantirishlar beriladi. Agar siz ularga javob bermasangiz yoki chora ko'rmasangiz, vaziyat yanada yomonlashishi mumkin va sizning himoya qilish imkoniyatlaringiz cheklanadi. 2. Norasmiy kelishuvlar va firibgarlik. Fuqarolar o'z muammolarini tezda hal qilish maqsadida norasmiy shaxslarga yoki o'zini vositachi deb tanishtiradigan firibgarlarga murojaat qilishadi. Bu pul yo'qotishga va muammoning hal bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Har qanday masala yuzasidan faqat rasmiy organlarga va litsenziyalangan yuristlarga murojaat qilish zarur. 3. Hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Ko'pchilik fuqarolar o'z mulkining hujjatlarini to'liq tartibda saqlamaydi yoki ayrim hujjatlarni rasmiylashtirishda xatoliklarga yo'l qo'yadi. Masalan, merosxo'rlik masalasida hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirmaslik keyinchalik mulk bo'yicha nizolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu albatta mulkni darhol tortib olishga olib kelmaydi. Lekin sud jarayonlarida mulk egasining pozitsiyasini zaiflashtiradi. Majburiy olib qo'yish faqat sud orqali. Eng muhim nuans shundaki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimning mulki uning xohishisiz yoki sud qarorisiz tortib olinmaydi. Barcha jarayonlar sud tartibida amalga oshiriladi. Bu sizga o'z huquqlaringizni himoya qilish va o'z pozitsiyangizni tushuntirish imkoniyatini beradi. Shunday ekan, hokimiyat organlari
yoki boshqa tashkilotlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri uyingizni tortib olamiz degan tahdidlarga ishonmang. Har doim sud qarori talab qilinadi. 5. Davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish va kompensatsiya. Agar sizning mulkingiz davlat ehtiyojlari uchun, masalan, yo'l qurilishi yoki yangi inshoot barpo etish uchun olib qo'yilsa, bu holatda sizga bozor narxida to'liq kompensatsiya to'lanishi yoki ekvivalent boshqa turar joy berilishi shart. Bu ham qonun bilan kafolatlanadi va kvartirani yo'qotish degan tushunchaga kirmaydi. Chunki bu adolatli almashuv yoki to'lov evaziga amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytganda, bu qonun sizni emas, balki qoidabuzarlarni, e'tiborsiz va mas'uliyatsiz mulkdorlarni tartibga solishga qaratilgan. Agar siz qonuniy mulkdor bo'lsangiz va o'z majburiyatlaringizni bajarsangiz, aslo xavotir olmang. Agar ba'zi kamchiliklar mavjud bo'lsa, ularni tuzatish imkoniyatlari mavjud. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Sizdagi barcha savollar va xavotirlarni hisobga olgan holda, men sizga aniq va amaliy tavsiyalar bermoqchiman. Bu tavsiyalar sizning uy-joyingiz bilan bog'liq muammolarni oldini olishga va mavjud muammolarni hal qilishga yordam beradi. 1. Barcha hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Kadastr hujjatlari, kvartirangizning kadastr pasporti mavjudligiga va undagi ma'lumotlar haqiqiy holatga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar kvartirangizda biron bir o'zgarish, masalan, qo'shimcha qurilish, davrlarni buzish yoki ko'chirish bo'lgan bo'lsa, ular kadastr hujjatlarida aks etganmi yoki yo'qmi? Tekshiring. Agar aks etmagan bo'lsa, bu katta muammo. Mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat. Ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma oldin kadastr deb atalgan asl nusxasini toping va uning qonuniyligiga ishonch hosil qiling. Agar bu hujjat yo'qolgan bo'lsa, zudlik bilan qayta tiklash uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kommunal xizmatlar bilan shartnomalar, gaz, elektr energiyasi, suv ta'minoti, kanalizatsiya, chiqindi tashish va isitish xizmatlari bo'yicha shartnomalaringizni ko'zdan kechiring. Ularda sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. 2. Kommunal to'lovlarni muntazam to'lang. Qarzdorlikni tekshirish. Har oy o'z vaqtida barcha kommunal to'lovlarni to'lashga odatlaning. Agar qarz yig'ilgan bo'lsa, uni tezda qoplashga harakat qiling. Hozirgi kunda onlayn xizmatlar, masalan, UPAY, Kilik, payme ilovalar yoki davlat xizmatlari portali orqali qarzdorlikni tekshirish va to'lash juda oson. Har oy oxirida qarzdorlik yo'qligiga ishonch hosil qiling. Kelishuvga erishish. Agar moliyaviy qiyinchiliklar tufayli to'lovlarni amalga oshira olmasangiz, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling va qarzdorlikni bo'lib to'lash grafik asosida bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qiling. Ko'pchilik tashkilotlar bunday hollarda fuqarolarga yordam berishga tayyor bo'ladi. O't, noqonuniy qayta qurish va qo'shimcha qurilishlarni qonuniylashtirish, ruxsatnomalar olish. Agar kvartirangizda yoki uyingizda biron bir o'zgartirish kiritgan bo'lsangiz va ular uchun tegishli ruxsatnomalar olmagan bo'lsangiz, zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli qurilish organlariga murojaat qiling. Buning uchun sizga loyiha hujjatlari, ekspert xulosalari kerak bo'lishi mumkin. Qonuniylashtirish jarayoni. Odatda noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish uchun bir nechta bosqichdan o'tish kerak bo'ladi. Tegishli arizani topshirish, texnik ekspertiza o'tkazish, jarima to'lash agar mavjud bo'lsa va yangi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish. Bu jarayon murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. 4. Rasmiy bildirish ogohlantirishlar. Davlat organlaridan, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan keladigan har qanday xat, bildirishnoma yoki ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ularni diqqat bilan o'qing va talab qilingan choralarni o'z vaqtida ko'ring. Agar sizga biror hujjat tushunarsiz bo'lsa, zudlik bilan yuristga murojaat qiling. 5. Yurist maslahatini oling. Qachon murojaat qilish kerak? Agar sizda uy-joy bilan bog'liq biron bir noaniq yoki murakkab vaziyat yuzaga kelsa, masalan, yer nizosi, meros masalasi, katta qarzdorlik yoki noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish zarurati tug'ilsa, malakali yuristga murojaat qiling. U sizning vaziyatingizni huquqiy nuqtai nazardan baholab, to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadi. Qayerga borish kerak? Adliya vazirligi huzuridagi yuridik xizmat markazlariga, advokatlik byurolariga yoki o'zingiz ishonadigan tajribali advokatga murojaat qiling. 6. Rasmiy ma'lumot manbalaridan foydalaning, mish-mishlarga ishonmang.
ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga, mish-mishlarga ishonmang. Faqat rasmiy davlat organlarining, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti e'lonlariga tayaning. Qonun hujjatlari portali. Agar siz qonunchilikka oid biror hujjat haqida aniq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi Lex saytidan foydalaning. 7. Tijorat maqsadida foydalanishni qonuniylashtirish, maqsadni o'zgartirish. Agar siz kvartirangizni noturar joyga aylantirib, unda tijorat faoliyatini boshlamoqchi bo'lsangiz, zudlik bilan belgilangan tartibda Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mulkning maqsadini o'zgartiring va tegishli ruxsatnomalarni oling. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Bu oddiy, ammo juda muhim qadamlar sizni potensial muammolardan himoya qiladi va sizning mulkingiz xavfsizligini ta'minlaydi. Qonunlarga rioya qilish va o'z majburiyatlaringizga mas'uliyat bilan yondashish har doim afzaldir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun biz qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralarini yo'qotadilar degan shov-shuvli sarlavha ortida yashiringan haqiqatni tahlil qildik. Umid qilamanki, men bu masala bo'yicha barcha chalkashliklarga oydinlik kirita oldim. Aslida hech kimning mulki asossiz ravishda tortib olinmaydi. Konstitutsiya va qonunlar shaxsiy mulk huquqini himoya qiladi. Bu yangiliklar aslida va mulkdorlik munosabatlarida tartibni o'rnatishga, mas'uliyatni oshirishga va qonunbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan. Bu mulkdorlarni uy-joylari bilan bog'liq majburiyatlarni to'liq va o'z vaqtida bajarishga undaydi. Agar siz qonunlarga rioya qilsangiz, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lasangiz, mulkingizga tegishli hujjatlaringizni tartibda saqlasangiz va noqonuniy qurilishlar qilmasangiz, hech narsadan xavotirlanishga sabab yo'q. Har qanday masala sud orqali hal qilinadi va siz har doim o'z huquqlaringizni himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Vahimaga tushmang, balki bilimli va mas'uliyatli bo'ling. Har doim ishonchli manbalardan ma'lumot oling va mish-mishlarga ishonmang. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning kelgusida ham sizga shunday foydali ma'lumotlarni yetkazishimizga katta yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha